2026-yilning 17-fevral kuni Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, prokuratura hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida Buxoro shahridagi tungi klublardan birida tezkor tadbir o'tkazildi. Natijada odam savdosi, shuningdek xotin-qizlarni majburiy mehnat va fohishalikka jalb qilish bilan shug'ullanib kelgan jinoiy guruh faoliyati fosh etildi. Tezkor tadbir davomida muqaddam bezorilik jinoyati bilan sudlangan tungi klub rahbari Instagram tarmog'i orqali respublikaning turli viloyatlaridan ishsiz va ijtimoiy himoyaga muhtoj ayol qizlarni tanlab olganligi aniqlangan. Ularga yuqori maosh va raqqosalik faoliyatini va'da qilib, Buxoro shahriga olib kelgan. So'ngra ularning erkinligini cheklab, ruhiy va jismoniy ta'zyiq o'tkazish orqali tungi klub mijozlari bilan jinsiy aloqa qilishga majburlagan. Jabrlanuvchilarning ishlab topgan mablag'lari klub rahbari tomonidan majburiy ravishda tortib olingan. Bo'ysunmaganlarga nisbatan esa tan jarohati yetkazilgan. Tezkor tadbir davomida tungi vaqtda klubda faoliyat yuritayotgan jami 23 nafar ayol qizlar Buxoro shahar bo'yicha ichki ishlar faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga olib borildi. Hozirgi vaqtda tungi klub rahbariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Klub ish yurituvchilari va ushbu noqonuniy faoliyatga aloqador boshqa shaxslarga nisbatan esa tegishli tartibda tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ogohlantiradi. Ijtimoiy tarmoqlardagi yengil daromad va baland maosh haqidagi jozibali e'lonlar ortidan odam savdosi qurboniga aylanib qolishingiz mumkin. Hurmatli fuqarolar, farzandlaringizning ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyati, qayerda va kimlar bilan muloqotda ekanligini qat'iy nazoratga oling.